Assalomu alaykum YouTube. Bugun mana 19-mart Chin Arafa. Xudo xolasa mana ro'zani ham oxirgi kuni ertaga hayit. Mana yana bitta rolik olishga qaror qildim, maqsad qildim. Sababi plug bitgandan keyin plugga detalni obzorini aytaman deb va'da bergandim, sizlarga ko'rsataman deb va'da bergandim. Mana plugimiz tayyor bo'ldi. Kecha haydab yer sinab ham ko'rdik. Uni ham video rolikka qisqagina qilib tashladim. Qiziqqan odamlar bo'lsa, mototexnikaga mana sezon chiqyapti, yerlarni haydash kerak, bog'larni haydash kerak. Ko'rib maza qilishinglar uchun mana video rolik olishga qaror qildim. Mana kecha traktorda, mini traktorda haydaganligimiz uchun balonlar ham mana loy, oldi balonlar ham loy. Hali juda yerimiz yetilmagan. Ya'ni plug ag'darganda yer ruschasiga aytganda sipuchi, ya'ni yoyilib, chochilib ag'darilmayapti hali. Qo'l bilan siqqanda keyin qo'yib yuborsangiz kaftingizda haligi loy guvalakka o'xshab qotib qolyapti. Bu degani hali yer yetilmagani degani. Mana endi plugimiz haqida sizlarga qisqa qilib gapirib beraman. Plug yasash uchun nima kerak? Buni men o'zim qo'l bola qilib yasadim, tayyorladim motoblok uchun. Buni o'zi Uyg'at akalari bo'ladi. Hujum qiluvchi burchaklar deydi o'zbekchasiga. Shularga rioya qilib, chertyojlarini chizib tayyorladim. Demak, plug yasash uchun nima kerak? Qanaqa materiallardan tayyorlasa bo'ladi? Atvalini gaz balon qirqib, chertyojini chizib kesib oldim. Lemixini to'g'ri yasaganim yo'q. Sababi lemix zavodda juda ham mukammal tayyorlanadi zavodda, zavodskoy lemixlar. Hozir mana shu temir tersak sotadigan joylarda, bolkaka sotadigan joylarda tayyor lemixlar bor. Sotib olish mumkin. O'sha joydan sotib oldim. Bundan keyin shveller kerak bo'ladi mana. 10lik shveller mana. Oyog'i, ya'ni bashmagini shvellerdan tayyorlaganman. Demak, mana ko'rsatishim mumkin. Mana pyatkasi mana shunday holatga keldi. Sinab ham ko'rdim, haydab ham ko'rdim. Hozir qilingan, tayyorlangan plugdan natijasidan qoniqdim. Yomon emas. Endi magazinda ham pluglar bor, motoblok uchun tayyorlangan. Juda ham kichkina, keyin materiallari nozik. Hech qanaqa sozlamasi yo'q. Motoblokga orqasiga shundoq taqib turib qilish kerak. Unda ko'tarma, podyomniklar ham yo'q. Shuning uchun sotib olishni maqsad hojatim bo'lmadi. Keyin qimmat. O'zim mana yasadim. Ko'rib baho berishinglar mumkin. Mana plug. Demak, shirina захвата deydi. Shirina захвата yerni ag'darish hajmi 25-26 cm. Chuqurligi 15 dan 22 cm-ga doğru olyapti. Motoblokga bemalol kuchi yetadi. Hech qanaqa buksavat qilmaydi. Oldini ham ko'tarmayapti. Mana kuzovlar qilganimiz uchun mana shunday holatga keldi. Shu bilan bugungi videomiz tamom.
Hammanglarni kirib kelayotgan hayit bayrami bilan tabriklayman. Yana yorug' yuzlikda video rolikda ko'rishguncha xayr omon bo'linglar.